Assalomu alaykum bolajonlar. Bugungi mavzuyimiz asrab-avaylaymiz mavzusi. Darsni 3 ta maqsadga bo'lib o'tamiz. Darsning maqsadlari: ta'limiy maqsad o'quvchilarga asrab-avaylash tushunchasini singdirish, tabiatni, maktabni, buyumlarni ehtiyot qilish odatini shakllantirish. Tarbiyaviy maqsad bolalarda ozodalikka, tejamkorlikka, tartiblikka, e'tibor va g'amxo'rlikka bo'lgan munosabatni tarbiyalash. Rivojlantiruvchi maqsad o'quvchilarga nutqni, tafakkurni, kuzatuvchanlikni, qobiliyatni rivojlantirish. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun biz juda foydali va tarbiyaviy mavzuda suhbatlashamiz. Mavzuyimiz asrab-avaylaymiz. Bu so'z nimani bildiradi, bilasizmi? Asrab-avaylash bu narsalarga mehr bilan qarash, ularni buzmaslik, toza tutish va tejab ishlatish demakdir. O'qituvchi bolalarga shunday deydi: sizlarning atrofingizda ko'p narsalar bor. Maktabingiz, partangiz, kitoblaringiz, daraxtlar, gullar. Bularning barchasi bizning mulkimiz va tabiat sovg'asi. Ularni ehtiyot qilish har birimizning burchimiz. Biz yashayotgan joy chiroyli, toza va tartibli bo'lishi uchun har bir bola o'zidan boshlashi kerak. Har bir bola o'zi o'tirgan joyni, foydalangan buyumlarni, kitoblarni asrashi kerak. Kitobni buklab, yirtib, ichiga chizish yaramaydi. Chunki bu kitob bizga bilim beradi. U bizning eng yaxshi do'stimizdir. Sinfdagi buyumlar, partalar, stullar, doska, bular maktab mulkidir. Agar biz ularni toza tutmasak, chizib, buzib yuborsak, keyingi bolalarga yaramay qoladi. Shuning uchun har bir o'quvchi o'z joyini ozoda tutish, chiqindini polga tashlamasligi, narsalarni ehtiyotkorlik bilan ishlatishi kerak. Tabiatni ham asrash muhim. Daraxtlarni sindirmaslik, gullarni yulmaslik, suvni isrof qilmaslik, atrofga axlat tashlamaslik bu tabiatga mehr ko'rsatishdir. Tabiat bizga havo, suv, oziq-ovqat, go'zallik beradi. Agar biz uni ehtiyot qilmasak, tabiat bizdan ranjiydi. Asrab-avaylash bu faqat narsalarni saqlash emas, balki mehr va e'tibor bilan yashashdir. Masalan, suvni behuda oqizib qo'ymaslik, chiroqni ishlatmaganda o'chirish, qog'ozni isrof qilmaslik, bularning barchasi asrab-avaylashga kiradi. Bu qizg'anchilik emas, bu oqilona va foydali odatdir. Har bir bola o'zining sumkasidagi buyumlarini joyiga qo'yib, ruchkasini, o'chirgichini yo'qotmay ishlatib o'rganishi kerak. Shunda siz tartibli, e'tiborli va odobli bola bo'lasiz. Endi hamma bir zum o'ylab ko'raylik. Biz nimalarni asraymiz? Biz maktabni, kitobni, o'quv qurollarini, tabiatni, uyimizni va hatto o'z salomatligimizni ham asrashimiz kerak. Chunki bu narsalar biz uchun muhim. Hammaga tushunarli bo'lyaptimi, o'quvchilar? Bolajonlar, bugun sizlar bilan juda chiroyli mavzuda gaplashdik. Biz asrab-avaylashning qanday muhimligini bildik. Har bir narsa bizning mehnat bilan yaratiladi. Shuning uchun uni ehtiyot qilish bizning burchimiz. Shunday bolalar borki, ular kitoblarini toza tutadi, tabiatni sevadi, narsalarni yo'qotmaydi. Ana shunday bolalar mehribon, odobli va e'tiborli bolalardir. Har kuni asrab-avaylashni esdan chiqarmasak, atrofimiz toza, chiroyli va yoqimli bo'ladi. Bolajonlar, sizlarga uyga vazifa qilib, men nimalarni asrayman mavzusida 3-4 ta gap yozib yoki kichik rasm chizib kelish bo'ladi. Shu bilan bugun